Zakat pulni diniy asarlarni nashr qilishga ishlatish. Savol. Assalomu alaykum. Biz Uyg'urlarning ahvoli boshqa musulmonlarning ahvoliga o'xshamaydi. Diniy asarlarni pulsiz tarqatadigan organlar yo'q. Zakat pulga diniy asarlarni nashr qilsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Zakat sarf qilinadigan o'rinlar 8 bo'lib, buni Alloh taolo Qur'on Karimda aniq qilib belgilab o'tgan. Zakat faqat fiqirlarga, miskinlarga, uni yig'adigan xodimlarga, dillarni islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga, qullarni azod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga va ibn sabillarga beriladi. Bu Allohning belgilamasidir. Alloh bandalarning manfaatini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Bu 8 o'rinning biri Allohning yo'li bo'lib, qadimgilardan ba'zi fuqarolar va yana hozirgi zamondagi xili ko'p olimlar buni keng ma'noda tushunib, buning ichiga islom tashviqoti uchun kerak bo'lgan ishlarning hammasi kiradi deb qaragan. Aslida bu masala qadimdan tartib fuqarolar tarafidan tadqiq qilingan bo'lib, davrimizdagi islom tashviqoti doirasidagi alohida ehtiyoj bu masalani xuddi yangi ijtihod talab qiladigan yangi masalalar qatorida qilib qo'ygan. Masalan, hozirgi zaman tonilgan olimlardan Imom Qardavi, marhum Shayx bin Nibaz, marhum Shayx Muhammad ibn Ibrohim al-Shayx, Shayx ibn Jibrin qatorliq olimlar zakatni umum islom tashviqoti sohalariga ishlatishni joiz deb qaragan. Islom dunyosi ittifoqiga tava Islom fiqh akademiyasi bu masalani muzokaralashgandan keyin ko'pchilik a'zolarining ma'qulligi bilan mundaq muayyanlashtirgan. Alloh taologa da'vat qilish va uningga yordami bo'ladigan ishlar oyat karimdagi Allohning yo'li doirasiga kiradi. Islom fiqh akademiyasining bu qarashi ba'zi sahoba va tabiinlarning, ba'zi mazhab fuqarolarining, shundaqla ko'plagan hozirgi zamon olimlarining tanlashidir. Diyorimizda kitob va shunga o'xshagan diniy materiallarni nashr qilishga, Qur'on va islom bilimlarini o'qitishga odatdagi sadiqa bilan yordam pullar yetishmaydigan bo'lg'achqa, zakat pulni yuqorqidek ishlarga ishlatsa bo'ladi. Chunki islom tashviqoti bilan musulmonlar kimligini saqlab qolalaydi. Bumi Allohning yo'lining bir turidir. Chunki Allohning yo'li degan Alloh taolo Furqon surasi 52-oyatda bayon qilgandek, ba'zida til bilan, ba'zida qalam bilanmi bo'ladi. Şuna bularning hammasi Allohning yo'li doirasiga kiradi. Uning ustiga dillarni islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga zakatdan sarf qilinadigan bo'lg'achqa, musulmonlarning islomiyatini saqlab qolishga sarf qilish uningdan muhim. Hozirgi davrda islom tashviqoti o'z g'oyasini vujudga chiqarish uchun nurg'un moddiy yordamga muhtoj bo'lib, xayr-saxovatchilarning qilgan yordami yetarli bo'lmay qolyotidi. Bizning diyorimizga qarata tanlagan bu qarash Allohning yo'li degan so'zning til dalolat doirasidan chiqib ketmagan, shariat ko'zlagan maqsad nishonlarga mos keladigan qarashdir. Sadiqa ehson, vaqfa va shuningga o'xshash nurg'unlagan mol-mulk islom tashviqoti uchun eshib-teshib turadigan diyorlarda zakatni bundoq ishlarga ishlatishga bo'lmaydi deb qaragan taqdirdami, musulmonlar oz sonliqni egallaydigan, ojiz, musulmondarchiligini saqlab qolishga tirishayotgan, assimilyatsiya xavfiga duch kelayotgan dunyodagi nurg'un diyorlarda zakat pulni islom tashviqotiga ishlatish, islomiyatni qo'g'dash, Allohning so'zini ustun qilish, islom chirog'ining o'chib qolmasligi uchun zarur bo'lmoqda. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 71-nomerlik fatvo.